Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xabarlarimiz bor. Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizda bir nechta tizim kasalliklarini hujayra darajasida muvaffaqiyatli davolayapmiz. Bular allergik kasalliklar, lor a'zolar kasalliklari, nafas a'zolar kasalliklari, endokrin tizim kasalliklari, terapevtik kasalliklar, onkologik kasalliklar. Bu kasalliklarni biz o'zi protokol bo'yicha mutaxassis davolaydi va biz hujayra darajasida qo'shimcha davolaymiz. Shu sababli odatiy davolashga qaraganda bizning muolajalarni olgan bemorlarda natija yuqoriroq bo'ladi. Chunki biza teri ostiga har bitta kasallik bo'yicha o'zini formulasi bo'yicha jo'natgan preparatlar limfa suyuqligini tozalaydi. Bu esa o'z navbatida o'sha hujayralar aro bo'shliqni ochishga sabab bo'ladi. Bir nechta kursdan keyin etap-etap hattoki surunkali uzoq muddatli kasalliklar ham shifo topayapti. Bu narsani biz nega aytyapmiz? Chunki ko'p savollar bo'lgan. Siz o'zingiz mutaxassisligingiz klinish terapevt yoki onkolog vrachsiz. Qanaqa qilib endokrin tizim kasalligini yoki lor a'zolarini terapevtik kasalliklarni davolaysiz deganda bizda ko'p tarmoqli klinikamizda bir nechta mutaxassislar faoliyat boradi. Bular lor vrachimiz bor, bir nechta endokrinolog vrachimiz bor, ginekolog, terapevt va hokazo. Bu vrachlar o'zini protokoli bo'yicha O'zbekistondagi protokol, международный protokollardan olib individual yondashiladi va plus hujayra darajasida biz metodikamiz bo'yicha ishlaymiz. Shu sababli odatdagi davolashdan ko'ra bizdagi muolaja olgan bemorlarda natija yuqoriroq bo'ladi. Albatta bu bitta kurs bilan yoki ikkita kurs bilan to'liq natijaga erisha olmasligi mumkin, lekin kamida 3 ta 4 ta kurs olgandan keyin sezilarli natijalar olishyapti. Bizda doimiy pozitiv natijalarimiz bu. Ayniqsa lor a'zolar kasalliklarida, qalqosimon bez kasalliklarida, terapevtik kasalliklarda, qon bosimi yuqori bo'lgan bemorlarda 3 ta 4 ta kursdan so'ng hattoki o'sha qon bosimi ham normaga tushyapti. Chunki teri ostiga jo'natilgan bizani metodika orqali o'sha protivospolitelniy, protivotochniy, spazmolitiklar, antigistamin 5-6 xil kombinatsiyadagi dorilarimiz hujayralar aro bo'shliqdagi suyuqlikka tushib, bu limfaga tushadi va borib o'sha umumiy inson organizmidagi toksinlarni chiqarishiga va hujayra darajasida davolashga yordam beradi. Shuning uchun buni aytishni lozim deb topdik, chunki har bitta kasallik hujayradan boshlanadi. Hujayralarni davolash, kompleks yondashish orqali biz natijaga bir necha barobar tezroq erishamiz.